Alloh nasib qilsa hojilarning yoniga ketyapmiz. Duolarni olgani, hojilarning duolarini olgani. Alloh hamma bizga, farzandlarga, har bir farzandga nasib qilsin. Uydagilar yosh urug'larni duo qilgan, yosh urug'larni xizmatini qilgan, qadrdon. Yaxshi insoningizni unutib qo'ymang. Hey! Dada tunni taltedi. Tunni necha totini? 5 800 tami? 800. Bismillah. Yoshlik o'tib ketdi. Mazza qilardik yoshlikda, mana shu mushuklarimiz bo'lardi. Bu yerda 6 to'g'ri tirnovka qilardik. Endi qishloq sharoitda mazza qilib. Yurlar zonasi ko'rsataman. Biz yoshlik davrida mana shu polvon toshlar o'ynardik, mana hozir zang bosib yotibdi. Hozirgilar hammasi telefon bilan o'ra. Ha, telefon, o'yin, igra, har xil bema'ni narsalar ko'ryapti. Lekin biz yoshlikda qo'ldan kelgan dehqonchilik qilib, mazza qilib, qishloq sharoitda bo'lsa ham, lekin hayotimiz sport bilan o'tgan. Ha, ko'ryapsizmi? Esdalik olib qo'ygan narsalarni. Bratishga hali ham shu yerdamiz. Qadrdon, assalomu alaykum. Bormisiz? Salomatmisiz? Charchamayapsizmi? Kuningiz xayrli bo'lsin, barokatli va unumli bo'lsin. Qo'ldan kelgancha bu video kontentlarimiz oila a'zolaringiz bilan mazza qilib ko'rib o'tiradigan darajada qilishga harakat qilamiz. Alloh rozi bo'lsin. Kommentlarda izohingizni qoldiring, qanaqa kontentlar chiqaraylik va qanday desert yoki shirinliklar qilaylik. Qo'ldan kelgancha hovlida deganlar uchun hovlida kontent qilyapmiz. Qo'y go'shtidan bir ajoyib tayyor qilamiz. Ayniqsa hojidada, hojonalarga, yosh ulug'larga oila bilan birgalikda albatta tayyorlab berasiz. Xo'pmi? Tanishtiramiz. 5-6 dona pomidor, 2,5 kilo qo'y big'ini. Albatta bu hojidada, hojona uchun go'shtni oliftasini olaverasiz. Qadrdon qarang. Hozirgi mana sezonniy sabzavotlardan foydalanaverasiz. Qozon shakari mana shular bilan bom al dente bo'ladi. Pomidorni ish boshlashdan oldin qaynoq suv quyib, ko'jasini orchib olamiz, tayyorlab olamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Qaynoq suv bilan tifalda qaynatib. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillah. Baqlajonni archib olamiz. Aralab, iltimos qochinglar, bratishkalar. Oyda yilda bir marta kelsanglar, unaqa qilmanglar. Kelishaylik. Sizlarga ham beramiz. Bismillah. O'zingiz ko'nglingizga xohlagandaqa to'g'raverasiz, va bu ezilib ketadi. Qishloq hayoti mazzada. Qishloq hayotini sevmagan insonni o'zi bo'lmasa kerak. Xotirjamlikda qarang, tinch betlar. Mashlar ikki qo'lda chiqib qolar-a keyingi yilga. Olib ketamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Yiqilganlar oyoqqa tursin. Yaratgan egam siz-u bizni, barchamizni omadimizni bersin. Hech dard ko'rmanglar. Buni qarang, chiqishini. Mana chiqishini qarang. Hamma sabzavotlardan 2 dona. Hozir buni ham kesamiz. Sochiq olib kel. Qani sochiq? Bo'l. Krasavchik, ana tez yugur, xo'pmi? Bo'lmasam dumbildan yeysan yana. Ko'ryapsizmi pomidorni? Suvgacha yutib qo'ydik. Qaynoq suvda turgandan keyin buni ko'jasini achirishni qarang. Hozir. Qarang. Mazza bo'ladi. Yosh kattalar ham, yosh kichiklar ham mazza qilib tanovul qiladi. Keyin fukusi ham boshqacha bo'ladi. Ha. Xuddi shoshib mazza qilib rubit qilamiz.
Voh. Qaynoq pomidor yeb ko'rganmisiz? Voh, archib oldik mana. Endi buni manzi yaxshilab maydalab olamiz. Amachi, oshib olinglar. Mani jiyanim Duryodxon. Oh. Sobirjon ke. Baribir damashli plovga yetmaydi, ha? Qani, bismillahirrohmanirrohim. Kim Muhammadjon? Qani qo'shiq. Qani qo'shiq. Qani qo'shiq. O'zingga samolyot ketdi. Och. O'zing. Yo'q, och. Voy, Voy, ana ketdi. go'shtdan quruq qolasan. Olmalar ham zo'r ketdi. Po'stlarni archib olganimizdan keyin mayda qilib chopib olamiz. Tezlash Murtozo. O'tni yo'q qo'rjing. Qo'y go'shti, qo'yni biqinidan foydalanganmiz, katta yerga qilganmiz. Sal ixchamlashtirib olamiz. Ho. Arilar kelishyapti. Arilar bilan hozir urushamiz-da. Xo'pmi? Yurishing. Chaqadi. Chaqa qattiq urmagin, dadasini aytib keladi, keyin rasvo bo'ladi. Yengil marinovga qo'yamiz. Qo'y go'shti tezda marinovga bo'ladi, keyin qo'y go'shti yumshoq bo'ladi. Bo'pti. Shu stribon telefonda ko'lab yuravermagin. Qaysi kasbga qiziqsang, o'sha kasbdan nima harakat qilgin-da. Bema'ni TikTok, bema'ni shortslarni ko'rib o'tirmagin. Shu ras kelajakda nima bo'lmoqchisi? Doktor bo'lmoqchi. Doktor bo'lsang, doktorga oid narsalar ko'rib o'rganishga, kitoblarda o'qish kerak. Yurmasdan. Sharoit bor-ku, to'g'rimi? Sharoit zo'r. Bemalol qilsang bo'ladi. Dabdalani chiqaraman. Ibn Sino qachon tug'ilgan? Ha? Mabodo yog' ko'plik hisob qo'yaverasiz. Bismillah. Maslika kompaniyasi yangi tomat ishlab chiqarilgan. Qo'yiq, gustoy, turli xil ximikatsiz, tabiiylikka urg'u berilgan. Shuning uchun men tavsiya qilib o'taman-da buni. 2 osh qoshiq qo'shamiz. Bismillah. Sabzavotni hammasini birdaniga sovuramiz. Bir xil kesilgan, bir xil pishadi deyarli. Maydalangan pomidorni solyapmiz. Amachi, ovqat qachon pishadi endi? Ye vishnozlar, nima qilyapsan? Qorni ochdi endi. Ha, pishsin, sabr qilib turish, tush tomdan. Ketdi. Qadrdon qarang. Taom rosa ideal holatda 1 litr suv quyapmiz. Ko'ryapsizmi, bunga un ham qo'shilgan yo'q holatida. Sharaq varaq bo'lyapti mana. Bismillahirrohmanirrohim. Qadrdon yaqinlashamiz. 45 minut vaqt o'tdi. Haligi pomidorni chukkanmiz-ku, mana ko'ryapsizmi? Mayda qilib. Ana shuni holati podivli, qo'yaqqina bo'ladi-da. Mana. Hojilar bob, hoji dadalar bobda yosh ulug'larimizga. Qani ketdi solamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Ketdi. Kelyapti, olib kelinglar elchilar ovqatni.
Hojilarda hojinolarga berib qo'ydik, taomlanishyapti. Ana endi biz vaqtda boshlayapmiz. Alloh rozi bo'lsin. Ko'zlagan murod maqsadiga erishing. Albatta oilalarga tarbiyalab berishni tavsiya qilib qolamiz. Qani bolalar? Akulalar, hushyor bo'linglar, jiyanchalar. Qani? Bismillahirrohmanirrohim. Jiyan bo'lib bersin. Qashig'ingni ber, bo'lib ber. Jiyanchalar qalay bo'pti? Zo'r. Yaxshimi? Yoqmasa yemay qo'yinglar, xo'pmi? Shepurda operator bo'lish mazada. Oh, Leonardo. Toshkentlik bu bola. Qadrdon, bizni kuzatganingiz uchun rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Salomat bo'ling. Qadringizni bilganni qadrdoni bo'lib, o'ynab, kulib, yasharib zo'r yuringlar. Bolalar, xayr qilib qo'yinglar. Hayır. Salomat bo'linglar. Paka paka.